Surxondaryo viloyatida byudjet tushumlarini oshirish va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish borasida samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mas'ul idoralar hamkorligida ichki imkoniyatlarni ishga solish, soliqlarning yig'iluvchanligini oshirish va iqtisodiy intizomni kuchaytirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlar davom etmoqda. Hozirgi lavhamizda bu haqida batafsil so'z boradi. Surxondaryo viloyatida byudjet tushumlarini oshirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish maqsadida viloyat prokuraturasi, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi hamda soliq xizmati organlari hamkorligida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilda viloyatda soliq tushumlari rejasi 4 trillion so'm etib belgilangan. Mavjud ichki imkoniyatlarni to'liq safarbar etish orqali ushbu ko'rsatkichni yanada oshirish maqsadida 9 ta asosiy soha va 38 ta yo'nalish kesimida tahlillar o'tkazildi. Natijada viloyatda qo'shimcha tushum manbalari aniqlandi. Surxondaryo viloyatida soliq tushumlar rejasi 2026 yil uchun 4 trillion etib belgilangan. Viloyat prokuraturasi, departament, soliq organlari hamkorligida o'tkazilgan qo'shimcha tahlillar natijasida 1 trillion 373 milliard so'mlik qo'shimcha manbalar aniqlanib, bu bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Hozirgi kunda undiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari viloyat prokurorining tashabbusi bilan hududlarda raqamlashtirish ishlari jadal ravishda olib borilmoqda. Bozorlarni raqamlashtirish natijasida 9 milliard so'mlik qo'shimcha manbalar aniqlanishiga erishildi. Davlatimiz rahbarining yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ijrosi doirasida viloyatda qat'iy nazorat o'rnatilgan. Xususan, bozorlar, savdo komplekslari va avtoturargohlarni raqamlashtirish ishlari jadallashtirilmoqda. Bugungi kunda viloyatdagi 26 ta bozorda 1000 dan ortiq kuzatuv kameralari o'rnatilib, savdo jarayonlari to'liq raqamlashtirildi. Bu esa tushumlarning yashirin aylanmasini qisqartirib, hisob-kitoblarni shaffoflashtirish imkonini berdi. Natijada tushumlar 30 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan bir necha barobar oshdi. Jumladan, Termiz shahridagi Yashil dunyo dehqon bozorida qo'shimcha 47 ta kuzatuv kamerasi o'rnatilib, jami kameralar soni 84 taga yetkazildi hamda zamonaviy raqamli nazorat va to'lov tizimlari joriy etildi. Bu esa savdo jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash va tushumlarni oshirish imkonini bermoqda.